Shunday deb qachida kesgan yaxshimi yo elektrichka qachida kesgan yaxshimi? Kommentariyalarda o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Ustoz, buning vazifasi nima endi? Buning vazifasi bu kesatan narsa bolgarga o'xshagan. Buning afzalligi shiporda kesgan vaqtida bolgarkada kessangiz zanglab ketadi, uda kessangiz zanglamaydi. Ham shiporning ko'p sifatli vaqt chidab berishga, masalan, shiporda 50 yil garantiya berilsa, 7 yil chidab berishga shu narsamizning kuchi yetadi. Tavsiya etaman. Bolgarkadan yaxshi qo'lda. Bolgarkadan yaxshi. Afzalligi zo'r, zanglamaydi, zanglatmaydi. Bilmaganlarga lavha, bilganlarga tajriba deydi. Usta, endi bu narsaning oti nima narsa bu? Negichli narsa ekan bu. Bu narsaning oti nojnitsni rushnoy elektriskiy degan narsa bu. Ha? O'zbekchasimi bu? O'zbekchasi qo'l qaychisi degani u. Boshqacha narsa ekan-a? Boshqacha antikvarniy. Quruyog'i shipirning nelarini kesamaydi? Shu listlar 4 mm gacha bo'lgan listlarni kesadi. Afzalligi zanglatmaydi. Ondan qalingini kessa bo'lmaydi o'g'ay. Ondan qalingini oson bo'ladi. Buning razmerlari bo'ladi, o'zining nelari. Yerlarda kuchlanishi, qancha list kesatoni, qalinliklar kesatoni bersa yoziladi kitoblarida. Bular yaxshilardan bor-ku, ha? Bundan ham yaxshilardan bor kesaton. Skors taqidlari. Bu nereden topsak bo'ladi endi? Buni Rossiyadagi tanishlaringizdan oldirsangiz bo'ladi, bo'lmasa internet magazinlardan xarid qilsangiz bo'ladi. Zakaznoy keladi. Zakaznoy keladi.